Olamiz, bundan olamiz. Bundan ha? Olmali pirog yaxshi ko'rasizmi? Ha, eng yaxshi ko'rgan narsa o'sha sizni uchburchak. Napoleon. Meni shu uchun keldim. Deb ko'radi. Meni shu uchun keldim. Hozir siz yeb ko'rasiz. Bu ham gap bo'lishi mumkinmi? Albatta. Birinchi uchun ham yeb ko'ring, qanaqa chiqadi. Bu og'izda erib ketib qoladi. Damashning spet zakazga chiqarilgan narsa. Yeb ko'ramiz. Mana bu Napoleon. Napoleon chiqqan lekin o'ylaymanki sizga yoqadi. Mana bu zo'r. Yaxshi zo'r. Qaysi bir zo'r ekan? Bismillah. Pechenyechiga kelinglar. Haqiqatan 14-do'konni ro'parasi zo'r ekan. Yo'q, qanday qilsam. Mana shuni ham bitta ko'rib berasiz. Bu endi Instagramga qo'yiladigan narsa, yaqin kunlarda zo'r. Hali Instagramga qo'yilmagan narsa ham ko'p. Mana, hali Instagramga qo'yilmagani. Voh. O'shani nimaga deysiz? O'shani yarim kilo. Kecha nimani aytdingiz? Kechagi videoda Ermay qiladigan. Ha, xuddi. shortdan qilib, mana Yo'q, bu shortda emas. Bu ermayga bu. Kechagi shkolat achchiq qanaqa deydi, yuqar. U chips shkolat. Chips shkolat ham zo'r narsa. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana ham zo'r ekan. Abdulla chipsingmi? Yo'q. Bir dona. Mana bu kukuruz. Kukuruzning palchka bu. Bu ham juda kamyob narsa. Men sizga yeb ko'ring. Olamiz. Kukuruzdan ozgina solib bering. Yo'q. Napoleon soldik. Vafelli soldik, magizli soldik. Mana bu shkolatdan indamadi. Shkolatdan solaymi? Boya ko'rsatgandim dumalada. Xo'p, bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Tayyor, rahmat. Bu ham tayyor. Yarim kilodan, ha? Aha. Yana nima? Qulupniyni ko'rdingizmi shkolatni? O, muzlatilgan qulupni. Ana o'sha. Mana Instagramda qolni ko'rib boraman. Yeb ko'ring, qanaqa chiqqan aytasiz. Hazilma. Mana beraman. Yeb ko'ramiz. Bismillah. Rostdan qulupni. Soling yarim kilo. Xo'p, bo'ladi-da. Yeb ko'ring. Zo'r. Mana siz. Sizlarni ham taklif qilamiz. Bilaman. Yo'q, yo'q, bo'ladi.